Assalomu alaykum hammaga, men ismim Marjona va bugun men sizlarga Manchesterdan Minneapolisgacha qanday uchganimni aytib beraman. Korotchi ko'pchilik mendan so'rashganda, Marjona, sen nimaga bunaqa ko'p Angliyaga borasan deb. Gap shundaki, guys, meni oyim University of Leedsda PhD qilyaptilar va hozirgi 3-yillarim. Oilam ham shu yerda yashashadi, singlim bilan dadam. Shuning uchun deyarli har ta'tilda Angliyaga kelaman, lekin bu safar otpuskim tugadi, endi yana Minnesotaga qaytish vaqti keldi. Ertalabdan Manchester aeroportiga bordim va o'sha aeroportga kirishim bilan stress boshlandi. Pasportim joyidami, aytmay oldimmi, naushnikim qani, powerbank oldimmi, korotchi hammasi 100 marta tekshiraman. Mani marshutim Manchester Dublin Minneapolis edi, lekin omadimga ham keldim. Ikkala reysimda ham juda kam odam edi va вообще kayf bo'ldi, chunki butun qator o'zimniki bo'lgandi. Manchesterdan Dublingacha 1 soat uchdik va deyarli Dublinga yetib keldim. Endi самое интересное, bu yerda US Proclearance degan narsa bor, ya'ni Amerikaga uchishdan oldin Immigration va Customsni shu yerda o'zida o'tasiz va Minnesotaga qo'nganda esa deyarli ichki reysdek chiqib ketasiz. Lekin shu yerda men eng katta yo'qotishim bo'ldi, chunki men O'zbekistondan ataylab 800 so'm bilan shashlik olib kelgandim. O'ylagandim Minnesotaga borib bir hafta ovqat qilmayman deb, shuni yeyman deb, lekin Customs xodimi sumkani ochdi-da ko'rdi. Bularni olib kirish mumkin emas dedi va korotchi ko'z o'ngimda 8 somsani bilan shashlikni tashlab yuborishdi. Вообще tragediya bo'ldi. Hamma shashlik qilmaydi deb, keyin men keta samolyotga chiqdim. Oldinda 8,5 soatlik parvoz bor edim. Mana ko'rib turibsizlar, samolyot почти bo'sh edi. Lekin men vaqtimni bekorga o'tkazmadim. Jack va Ruby'ni hamma filmlarini почти ko'rib chiqdim. Вообще birligimdagi eng sevimli filmlardan biri bu va hozir ham ko'rsam ham umuman zeriktirmaydi. Keyin oynaga qarasam, bilmadim menga shunaqa tuyuldimi yoki rostdan bo'ldimi? No, мне показалось, что pilot bizni kosmosga olib ketyapti, chunki shunaqangi baland uchayotgandek, bir payt aka biz Marsga ketyapmizmi deb o'ylab qoldim. И вот, men har 15 minutda kartani uchaman, сколько еще лететь deyman, lekin shunaqa qilib 8,5 soat ham o'tib ketadi. Va nihoyat Minnesotaga qo'ndik. Eng yaxshi tomoni shundaki, immigration yo'q, chunki hammasini Dublinda o'tib bo'lganman. Samolyotdan tushdim va deyarli darrov chiqib ketdim. Aeroportda mana bunaqa shirin o'rtog'im kutib oldi, keyin biz Uber chaqirib uyga yo'l oldik. Lekin bu safar men katta saboq qoldim. Keyingi safar Jizzax samsani olib kelmayman, uni O'zbekistonda o'zini yeb ketaman. Keyingi kuni esa tug'ilgan kunga boradigan bo'ldim. Mana shunaqa chiroyli bo'lib bordim. Va mana shu bilan vlog tugadi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Poka-poka.